Ota-ona bilan qiladigan muomalada o'qituvchining qiladigan 3 ta xatosi. Birinchi navbatda shu fan doirasida ota-onani qiziqishi yoki imkoniyatlarini o'lchamasdan turib, bola haqidagi ma'lumotlarni ota-onaga aytganda, ota-ona noto'g'ri xulosaga kelib qolish. Masalan, mana bu narsalarni yaxshi o'zlashtirmayapti deganda, ota-ona borib nima qila olishini bilmasdan bolasini urish yoki dars uchun foydali emas, boshqa choralarni ko'rish. Ikkinchisi, bola haqida gapirganda ota-ona bilan adolatli bo'lish kerak. Bola yaxshi bo'lsa yaxshi deyish kerak, kamchiligi bo'lsa kamchiligini aytish kerak. Ham plyuslari ham minuslari bo'lsa, ikkalasini ham aytish kerak. Ota-onani ruhiyatdan kelib chiqib, ko'tara olsa, birinchi minusini aytib, keyin uni to'g'rilash chorasini ko'rgandan keyin plyuslarini ham aytib qo'yish kerak. Boshqa holatda bo'lsa, birinchi uni yaxshi tomonini aytib olib turib, keyingi holatlarni aytib yordam olish kerak. Va uchinchi holati, ota-onaning muammolarini ham ozgina eshitish kerak. Ayrim holatlarda oilaviy va hokazo muammolar bo'lganligi sababli ota-ona o'zini ota-onalik vazifasini bajara olmayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hamkorlik taklif qilayotgan paytda ular qila oladigan imkoniyatlarni inobatga olib turib, ularning uzoqligi, masofasini bir xilda yonida turmasligi va hokazo hammasini inobatga olib turib, hamkorlik taklif qilinsa, shunda bolaga foydali bo'ladi. Bolada o'sish, rivojlanish bo'lsa, har qanday ota-ona sizga xayrixoh bo'ladi va sizni qo'llab-quvvatlaydi.